Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Biz bu qatimki Yevropa safarimizda Gollandiya, Belgiya, Fransiya qatorliq davlatlarni maqsad qilib ziyoratga otlanganimiz uchun Gollandiyadagi faoliyatlarimizni muvaffaqiyatli tugatib, u yerdagi jamiyat, Uyg'ur jamoatlari bilan ham siyosiy faoliyatchilar bilan uchrashib, o'zaro fikr almashtirib, Belgiya markaziy Brüssel shahridagi Yevropa parlamentiga keldik. Bu yerga kelishdagi asosli maqsadlarimizdan biri, aziz vatandoshlar, vatanimiz Uyg'uristonda kech kunduz to'xtamay qirg'inlik olib berilyotdi. Aslida biz chet ellik siyosiy faoliyatchilar, da'vogarlar hozirgi bo'lganlikda Yevropa parlamenti bilan, Oqsaroy bilan, Yevropa komissiyoni bilan qatorliq joylarda o'zining siyosiy da'volarini anlatadi. Ammo bu yetarli ham mukammal ketayotgan bo'lsa, yana nurg'un taraflarda har qaysi tashkilotlarning muvofiq darajada Yevropa parlamentlariga sunadigan arzu-armonlar bor. Shuning uchun biz Uyg'uriston ozodlik tashkilotining Yevropa parlamentidan kutadigan umidlarimiz, arzu-armonlarimiz va bir qism takliflarimizni elib, bu yoqqa kelib munosib xodimlar bilan ko'rishib, buni topshirib qaytib chiqdik. İnşallah qilgan xizmatlarimizdan yakunchisi Fatihning kirdi deb qarayman. Yaqaysanlar ko'proq.